Jirrakroq chiqdi kelinim, go'zal, ammo befarosatroq. 6 yilda 2 o'g'ilni tug'ib berdi o'sha qo'g'irchoq. Kirib kelsa eri ko'chadan. Menga qarang, deb boshlaydi gap. Muammasini aytib, bolamni o'ng fe'lini qivoradi chap. Deydi, pampers degandim qani? Oshxonamdan oqyapti suv. Ishdan charchab kelgan eriga. Assalomu alaykum shu. Kuyinadi o'g'lim, bu xotin qanot emas, kishan ko'yerga. 9'imni 30 qilardi, dono bir qiz tushganda menga. Yomon emas topish tutishim, kasbim yaxshi, 2 joyda ish. Men uy olay desam, xonimni hobbilari do'kon aylanish. Deyman, siqilmagan jon bolam, yoshda hali esi kirib qoladi. Shunday bo'lgan bilan ozoda kirnopoq qilib yuvadi. Dazmol bossa ko'ylaklaringga tikka turar tayoqdek bo'lib, illatini gapiravermay, xislatini ham quvangin ko'rib, bolalaring uying chinniday, o'zi yaxshi ko'radi seni. Hamma uyda g'idi-bidi bor.